Jo'laringiz sog' bo'lsin. Men bilan gap qilish mumkin emas. Hammaga rahmat aziz obunachilar. Rahmat. Assalomu alaykum aziz hamkasblar, aziz obunachilar. Ro'parosa 3 sutka oldin bemorimiz yoshlari 56 yoshda space lifting, ya'ni space platizmoplastika amaliyoti o'tkazilgan. Ko'rishingiz mumkin. Bemorimizga kompleksni yondashilgan, aynan endoskop orqali, mana endoskop orqali 2 cm dan kirib, uch joydan qosh kompleksini ko'tarib berganmiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Ortiqcha izbitik yo'q aziz obunachilar. Nijniy blefoplastika amaliyoti qilingan. Mana ko'rishingiz mumkin. Grijalarni olib, ortiqcha yog' qopchalarni olib chiroyli qilib berganmiz. Brilya, lunch, nasagubka sohalarini ko'ring. Mana akkuratni tortilgan, albatta smas to'qima tortilgan. Smas mushak to'qima tortilgan. Mana ko'rishingiz mumkin. Sheyalarni ko'rishingiz mumkin. Albatta platizmoplastika amaliyoti bo'lgan. Sheyaga albatta baho bering. Xudo xolasa yana 15 kunlik, 20 kunlik natijani qo'yib boramiz. Opajon, qandaysiz? Yaxshimisiz? Og'riqlar bormi? 3 sutkalik rezultat sizga yoqdimi? Avvalambor. Shunaqa natija bo'ladi deb kutgandingizmi? Xudo xolasa. Albatta kuzatishdan charchamang. Yana zo'r bomba rezultatlarni qo'yib boramiz aziz obunachilar. Og'riq yo'q, ha? Yaxshi. Siz xursand bo'lsangiz, biz ham xursandmiz. Doimo xursand, shunaqa chiroyli bo'lib yuring. Jo'laringiz sog' bo'lsin. Men bilan gap qilish mumkin emas. Hammaga rahmat aziz obunachilar.